Qizim yo'q, sizlik qiynayapti. Men kimdirni sevganim, u meni sevmagani emas. Oldin bilasizmi, istalgan joyi raddom bo'lgan. Misol uchun institutlar. Eng qizig'i tug'iladigan tug'ruqchi dekan yo kurator bo'lishi mumkin. Mo'ylovdan boshqa ishlamaysiz yo'q? Nimaga mo'ylov tashqariga o'sadi, ichiga o'smaydi? Biz hali boshlaganimiz yo'q o'ylagan narsalarimizni. Hatyoki yangi o'syapti. Oyog'ingiz razmer necha? Buncha garda hazillar. Ket. Siz nima qilyapsiz, og'abek? Bilmadim, aytavering-chi. Aytgan sarisi kelasiz, razi aytganingizdan kelmaydi. Bor nima qiynayotgan? Men misol uchun qizim yo'q, hissizlik qiynayapti. Hissizlik? Ha, meni hissizlik qiynayapti. Ha, hissizlikmi? Ha. E'tibor beryapsiz, sizda bor narsalarda siz yo'q bo'lasiz. To'g'ri. Misol uchun hamma narsa bo'lishi mumkin bunda. Menda yo'q narsalarga men bo'lishi mumkin. U nima savolni to'g'ri. Qarang mana. Menda bor narsalarda men yo'qman. Tushunyapsizmi? Mana misol uchun oilamning surati bor, unda men yo'qman. Tushunyapsizmi? Ana suratni men rasmga olganman. Tushunyapsizmi? Meni kompyuterim bor, uning ichida menga tegishli narsa yo'q. Men bitta qizni sevaman, lekin u qiz meni sevmaydi. O'sha narsani xullas men to'g'rilashim kerak. O'shanda baxtli bo'laman. Bordim oilam bilan selfie rasmga tushdim, kompyuterimga ham o'zim sevgan kinolarda o'zimga tegishli hujjat fayllarni yukladim. Lekin oxirgisi menga hali o'xshagani yo'q. Xullas og'riqlisi kimdir meni sevmagani emas. Men kimdirni sevishim og'riqli. Tushunyapsizmi? Shu. Siz bilan o'tgan eng mudhish holat qanaqa bo'lgan? Mudhish. Shu sigaret chekib qo'lga tushganim. Shu mudhish. Eng mudhish shu, o'rtadan gap eshitib, u kutishi, uni sigaretni chekib turganman, xullas, hovlida, kechqurun. Soat 2-3 hamma uxladi deb o'ylaganman-da, lekin adashgan ekanman, dadam uyg'oq ekan. Tepamdan shunday kelib qolgan. Eng qizig'i, meni sigaret chekkanimga urishmagan, dadamni sigaretdan olganim uchun urishganda. Yo, kaltaklashgan. O'zing pulingga topib chek. O'zing pulingga topib chek. Zo'r dek. Keyin bolalar bilan bozorga eshak olishga borganimizda bobom quvib kelgan bozordan. Kelmaydi. Savol bersa tug'ilishi mumkin miyada. Chunki odam zotning miyasi ham xuddi unaqaga o'xshaydi. Nimaga? Miyaga. Yo'q, miyaga emas. Ayollar qayerda tug'adi? Raddomga o'xshaydi. Tug'ilib qoladi-ku savollar. Oldin bilasizmi, istalgan joyi raddom bo'lgan. Ha. Istalgan joyi raddom. Yo'q, hozir ham shunaqa. Misol uchun institutlar. Menimcha eng qizig'i tug'iladigan tug'ruqchi dekan yo kurator bo'lishi mumkin. Asosiy sabab. Oldin ham shunaqa bo'lgan. Asosiy sababchi kurator yo dekan, yo bo'lmasa ustozlar bo'lgan. Hozir kamayganu nisbatan hozir biografiyasi o'zgardi. Oldin qidiruv talabasi edi, endi menimcha sobiq qidiruv talabasi bo'ladi biografiyada. Yo'q, yaqinda o'sha kameraning ichiga aytganingizda intervyu beramiz. Ha, uni. Hozir kameradan tashqarida. Nima haqida gapirishimiz mumkin? Qayerda ko'rgansanlar deb kelsa, ustozlar. Qayerdan ko'rib qolishding? Tirqishlab o'ynadi. Shu menga dadam mashina olib kelib bergan. Hayotimdagi eng quvonchli yo'q. Men o'zimga o'zim aytganman-da o'sha payt. Shu mashinani bu o'yinchoqda men bir kun yo'q, realistik ichida minaman deb. Olmoqchiman mana shu mashinani deb. Zo'r. Qarang. Yo, tam mashina olmayotganingiz 19-ligingiz zo'r. Ha. Paytgacha tirik yashab qolaverganingiz. Bunday intellekt bilan. Zato motivatsiya bor 19dan. Da, 19dasiz. 19dan. Siz ham 19da-yu. Mo'ylovdan boshqa ishlamaysiz yo'q? Nimaga mo'ylov tashqariga o'sadi, ichiga o'smaydi? Shu meni qiziqtiradigan savol. Qiziq menga. Qanday qilib bunday intellekt bilan hali ham yashab kelyapsiz? Men hozir bitta misol keltirib beraman, hayratda qolasiz. Keltiring. Ichiga o'sadigan mo'ylovingiz boshqa joyda, tepaga o'sadigan mo'ylovingiz boshqa joyda. Shunday savol yengil javob bersa bo'ladi. Qachondan beri Otajonni mo'ylovda hisoblayapmiz. Biz bu qiziqarli suhbat. Yana savol bering, menga biron bir savol bering. Stand up siz uchun nima? Bitta so'z bilan. Stand up men uchun bitta so'z bilan. Ichimdagi o'sha hazillarni olib chiqish men uchun. Bitta so'z bilan. Ayta olmagan gaplarimni aytish. Bitta so'z bilan. Bitta so'z. Tur o'rningdan. Stand up tur o'rningdan ikkita so'z keladi. Bitta so'z. Tur. Stand up. Tur. O'zbekchasi
Tur. Bitta so'z bilan deyapsiz-ku. Nima deyishim mumkin? Stand-up tarjimasini so'ramadim, Og'abek. Stand-upga kirib kelganingizdan keyin nimalar o'zgardi? Stand-upga kirib kelganimdan keyin hali men stand-upga kirib kelmaganman. Tamam, men eng yomon ko'rgan narsa shu narsa haligi. Mashhur blogerda milliondan oshiq obunachisi bor yoki 200 mingdan oshiq obunachisi borda intervyuga chiqadi tam kelajakdagi maqsadlar qanaqa, tam nimalar o'ylab yuribsiz? Biz hali boshlaganimiz yo'q o'ylagan narsalarimizni deydi-da. Anu million obunachisi bor, tushunyapsizmi? Sen tugatyapsan, nimani boshlamaysan sen? Yana nimani boshlashing Yo, mumkin? bu kamtarlik bu. Kibr. Hozir agar stand-upga kirib kelib, men bunaqa ish qildim, nima ish qildim, o'z Yo'q, asbolam mana ish nima qilganim o'zgardi? yo'q. Misol uchun, mana bir oydan beri stand-up ochiq mikrofonga qatnashib yuribsiz. Mandami? Kiyinishim o'zgardi. Shu. Kiyinishingiz nimaga? Qanaqa? Oldin beng narsa kiyardim, hozir yenglik mana. Shu o'zgargan. Zo'r degan. Hatto yangi o'syapti. Siz uchun qiz bola nima? Go'zal ayol, erkak kishini shu hammamizni yaratgan bir insonda u. Hamma o'sha ayol borki, biz erkaklar borda. Endi menga shu savol bering. Siz uchun qiz bola qanaqa? Nima deng? Siz uchun qiz bola nima? Qanaqa? Istalgan erkak bo'lmagan odam. Men tarix deganingizga maza qilaman. Misol uchun Chingiz Amir Temur bunaqa urushda deydi, qo'lini kesibdi, oyog'ini yaralandi deydi. Nima o'ylayman, Amir Temur o'tirib bitta yozuvchiga vaqti bormi aytib berishga degan. Mana shunday bo'ldi. Qayerdan yozadi, yolg'on faktni deydi. Lekin haligacha o'zbeklar shu tarixga yondashib qolgan. Zato bizning buyuk tariximiz bor. Kim bu? Amir Temur bu bizda. Kim bu? Ibn Sino bu. Yo'q, mana bunaqada bizda. Tam. Men o'ylayman, tam maqtanishga hech qolmagan odam tarixi bilan maqtanishni boshlaydi. To'g'ri, chunki bu ojizlikda, men uchun ojizlik tam. Tarixing bilan maqtanyapsanmi? Yo'q, sen o'tgan ishlaring haqida maqtanmang-a. Bu ojizlik-ku. To'g'rimi? Xuddi Messi oltin to'pni olganda. Bilmayman, futbolga qiziqmayman, hozir hat-trick kerak emas menga ochiqcha. Tarixga kirgan yozuvchilarimiz bor. Tarixdan gapirmang, Jo'rajon. Ikkita aqlli chiqib olasiz endi sizlar. Bu joylarni tashlaymiz. Aqlli bo'lgan joylarni qirib tashlayman. Zerikdim men. Nimaga? Va misol uchun bizaga to'rli o'qisak, to'rli yeb ichishimiz, kvartira, kontraktimiz puli bilan birga 60 million ketadi-da. O'sha pulni olib bitta joyga etib ursak, biznes bo'ladi bizada. Tushunyapsizmi? Beshik to'yi yo'q, sunnat to'yi, o'sha hamma bir bola to'y tug'ilgandan keyin bir bola bo'ladi-yu, misol uchun. Ana shu pulni hammasini yig'ib turib bankka beraman. 19 yoshdan keyin o'g'lim olib chiqib nima qilsa bu pulni. Zo'r. Qarang, kessakjon. Nima? Kessak. Nimaga kelsak? Tamam. Bizlarda shunaqa laqab bor, shtobi bilsalar agar, shunaqangi odamlar bo'ladi, birovga bir tiyin bermaydi, tam anaqa hamma odam pul chigirib qoladigan odamlar kessakda. Yo'q, men unaqa emasman. O'sha farzandimni kelajagini o'ylab qilyapman bu ishni. Zo'r. Bu to'g'ri javob. Menda chunki o'sha mana shunday degan bo'ladi, mana shunday degan bo'ladi. Yo'q. Vodiydagi stand-up darg'asi buzib qolishi mumkin demoqchisiz. Yo'q. Chunki bizaga o'xshagan ko'ryurman, bizdan katta akalar ko'pda, hali birov tanimaydi. Taniydi stand-upchilar faqat, o'zini odamlar taniydi. 38 million aholi taniydi. Yo'q, Toshkentda stand-up zo'r. Ha, to'g'ri. Tam istalgan odamga borasiz, prosta stand-upda aka bilasizlar, tushunasizlar, da uka. Uje, tushunyapsizmi? Vodiyga kelasiz, aka stand-upda Vohada ham yaxshi taniydi. Stand-upda tushunasizlar, aka, o'rnimda turay bo'ladi, tam shunaqa. O'shanchalik Vodiyga biz olib kirishga harakat qilyapmiz. Tam mana Telegram nickname'ga yozinglar, biz stand-up haqida ma'lumot beramiz. Tam qachon ochiq mikrofon, qayerga ketasiz va sizga tekin. Og'abek, sizga yoqqan 3 ta hazil stand-up, umuman stand-updagi. Uchovsini gapini chiqarib tashlang. Ozod, Mirshaka, nimadan tashqari? Islom Karim. Islom Karimdan tashqari. Bitta akamiz borlar. Aziz aka edi. Chiqib oladilar. Xohlagan gaplarini gapirasiz. Bugun xullas o'tgan safar turist kiyib chiqmadim deb borlar, gaplari bor. Aziz aka bilan. Hazil unaqa emas. Yo'q, xuddi mana shunaqa turistik tema ketganda, mana shu yerga. Da. O'zimni sal noqulay his qilyapman. Yo'q, rostdan qanaqadir noqulay his qilyapman. Anchadan beri akaga stand-up bermaganigami yoki turskasi chiqqanimga bilmayman. Yo'q, ajlashdim. Bor. Kvartira egasini kiyib keldim. Ayol kishi bilsam. Yo'q. Yo'q. Zato toza. Yo'q. Azlashmaydi. Men unaqa odamga o'xshamasam kerak.
Keyin vannaga siyishlari. Da. Bu ham zo'r. Vannada siyishni yaxshi ko'raman. Ayniqsa kimdir cho'milayotgan payti. To'g'risi men qornim och qoldi, ketaman. Hayotda yoqtirmagan insoniz. Qo'qon davlat universiteti san'at va sport fakulteti 3-kurs talabasi. Men yoqtirmaydigan insondan birinchisi. Ikkinchisi tam qo'shnim, faqat kimligini aytmayman, qaysi qo'shnimligini aytmayman, просто qo'shnim. Rus opa bitta. Ya u Rus opa u yoqadigani. Uchinchisi uchinchisi tam mana hozir biz sizlarga havola qilgan suhbatimiz просто och qorinda odam qanday fikrla oladi nomli suhbat edi. Chunki bu ham men ham choy ichmaganmiz. Och qoringa fikr kelish juda qiyin. Qorningiz to'yib qolsa sigaret chekib olib. Nifiga sizga mani qo'shdingiz? Siz ko'rim yeb kelgansiz-ku, albatta. Aytdiz-ku, Nazim bilan birga ko'rim yeb kelindi. To'xta gap. Yana To'xta gap. Mana birinchi pul topganim 2-sinfda bo'lgan. Zo'r. Biz so'radik-ku, to'g'rimi bu yoqda qachon pul topgansiz? Necha yoshda? Yo'q. Men sizga savolim bor. Ha. Oddiy stand-updan nimalar kutyapsiz va qayergacha boraman deb o'ylayapsiz? Просто. Perivaldan o'tib olsak bo'ldi, bu yo'q olsin. Ha. Shu aynan perival deganim bu perival emas. Buni qiyinchiligi bor o'ziga yarasha. Negativ fikrlar bor, har kun Bekislomga o'tiladigan, menga ham. Ayniqsa afisha chiqqan payti tikilib turib, tikka so'kib ketadiganlar bor, oddiy stand-up basharalar deb. Aytgancha demoqchidim просто. Necha yoshingizda birinchi tam soqqalaringizni ishlab topgansiz? Tam o'z mustaqil necha yoshingizda pul ishlagansiz? 6-sinfimda. 6-sinfimda? To'yxonaga chiqqanman, restoranga ishlaganman. U pul 18 mingmi, 17 ming ishlaganman. 6-sinf edim. Xullas, muammo bir ikkita narsalar bo'ldi. Yo'q, men xolalarim o'ynayotganda qo'lda pul tortib olishdi, men ishlashni aytmagan bo'lardim. Yo'q. Keyingi savolimiz Hayot nima siz uchun? yashash. Menga hayot kerak. Tam qanaqadir ham o'qishim bor, qanaqadir ham kimdir ham videoga olib berishim kerak, undan chiqib to'yga borib pul terishmay kech payt kelaman, charchayman, просто uxlayman. Men yashaganim yo'q, tushunyapsizmi? Bu hayot emas. Bu hayotga men o'ylagan hayot emas bu, tushunyapsizmi? Bu tam meni yashashim qanaqa? Men uchun yashash qanaqa aytmayman, hayot. Tam. Ertalab turamanda, kofe damlab, derazaga qarab stand-up yozish. Derazadan atrof tomosha qilib stand-up yozish, tushunyapsizmi? Bo'ldi, bo'lmasa palataga boring kasalxonaga. Kasalman deb yozing, derazaga qarab, ha yozganingiz yozing. Ish ham qilmaysiz, boshqa ham qilmaysiz. Yo'qmayapti chunki. Choy ichgim kelyapti. Borib yeb. Yo'qmaydigan 3 ta narsa. Birinchi och qorinda intervyu bermaslik. Ikkinchisi Bekislom mazgim uryapti och qorin payti. Uchinchisi savol so'rab, savolga yana bitta gap bilan ta'riflang. Och qolgan odamdan nima kutish mumkin, Bo'pti, qarang. Kayf siz uchun nima? Men uchun stand-up yozish kayf. To'g'risi? Aynan siqilgan paytim stand-up kelib qoladi. Bu odam meni ichimdagi odam bor-ku. Davайте videoga antikvarniy nom o'ylab topib yozishyapti o'zi. Tufta gap. Og'abek nega tufta gap deb baqirdi, tufta gap deb. Siz baqiravering. Yo'q, nimaga Og'abek pichillab tufta gap deyapti. Tufta gap. Ana tam shunaqa bo'ldi. Hozirroq bizga bilganingizni qiling. Bo'pti. Rahmat.